Assalomu alaykum do'stlar. Pekin karamidan shu chimchi qilish uchun tuzlagandim. Shuni shunday sabzi aralashtirib qolgan ikkinchi jarayonini sizlarga video qilib tashlamoqchi bo'ldim. Afsuski birinchi o'sha tuzlash jarayonini qandaydir esimdan chiqib qoldi. Mahmudga yana safar tuzlaganimda albatta sizlarga ko'rsataman. Bu hozir birinchi shu tuzlash bir hafta oldin tuzlaganimda. Endi bunga qolgan nimalarni qo'shib aralashtirish jarayonini sizlarga video qilib ko'rsataman. Mana qo'shiladigan mahsulotlar tayyor qilib oldik. Sabzi, oldindan tuzlab qo'yilgan ko'k pomidor, bu achchiq qalampir, bu bolgarskiy, bu bekitilgan qalampir. Mana chimchini karamda tuzlangan karamni mana bir hafta tuz yeb olgandan keyin mana yumshab bo'lib qolgan, tayyor bo'lib, buni hop tog'oraga olamiz. Tog'oraga oldik. Endi buni maydalab qirqib qolgan mahsulotlarga qo'shamiz. Hop, mana o'zini karamni tuzli suvidan olib, mahsulotlar qo'shib aralashtirib, bu bolgarskiy buni yaxshilab aralashtiramiz. Mana achchiq qalampirdan qo'shamiz. Mana anaqa qilmaydi-da. Nega bosib keyin olasan? Yana qani ko'ruvchi bo'lmasa. Mana do'stlar, azizlar, tayyorlab oldik, maydalab turg'ab oldim. Karamda. Endi bunga mana bu tayyorlangan suvimizni, achchiq suvni qo'shamiz. Qalampirimizni ham to'kib oldik. Endi hozir buni maydalab to'g'rayman. Keyin aralashtiramiz yana chimchiga. Mana qalampirni ustiga to'g'rab, maydalab o'rta-o'rtasidan katta-katta qilib bo'lib to'g'rab qo'ydim. Endi ko'k pomidorimizni qo'shamiz. Buni ham shu maydalab to'g'rab aralashtirib olamiz. Mana pomidorimizni ham to'g'rab oldik. Endi buni aralashtiramiz. Mana endi shu qirg'ichdan chiqarilgan sabzini aralashtiramiz.
bunday qilib bankalarga jo'laymiz buni. Uzoq muddat turishi uchun. Qishda yeyish uchun mana shunday bankalarga baklashkalar to'ldirilgandan keyin o'zini suvidan kuyib qo'yamiz, to'ldirib. Havosi qolmaydi. Mana to'ldirib suvidan kuydik. Endi qopqog'ini bekitib qo'yamiz. Ve keyingi bankaga jo'laymiz. Shunday qilib. Mana chinchimiz tayyor bo'ldi. Aralashtirib. Endi buni yana o'sha bochkaga qaytarib solib, yana qopqoqlab 5-6 kunga yana nima qilib qo'yamiz, o'rab qo'yamiz. Yana bir 5 kundan keyin tayyor bo'ladi yeyishga. Hozir yesa ham bo'laveradi, lekin hali chala tayyor. So'zlari o'lish kerak, tuz yeyish kerak. Undan keyin tayyor bo'ladi. Bankalarga ham bekitib qo'ydik. Buni endi kamida 1 oy, 2 oy ham turaveradi. Fevral oylarida ochib yeyish mumkin bo'ladi. Mana bachogimiz. Shu bachokka hozir ikkalasini solamiz, qaytarib. Yana o'zi tuz yegan bachok mana. Bu birinchi tuzlagan bachogimiz. Tashqari sovuq havoga olib chiqib qo'yamiz. Xo'p, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Yoqqan bo'lsa like bosib qo'yasizlar, obuna bo'lib qo'yasizlar. Azizlar, keyingi videolarda uchrashguncha xayr.